Innovatsiyani eng zo'ri mana Solix Power'dan 100 kilovatli mana shitni ichida litiy jelezofosfatli akkumulyator jamlanmasi yig'ilgan. Buni afzallik taraflari har bitta yacheykani ichida litiy jelezofosfatli akkumulyatori bor va buni ichida misol uchun yong'in chiqqan holatda o'zini mana pojarniy signalizatsiyasi bor, tepada yaqinroq olib kelishingiz mumkin. Signalizatsiyasi bor, signal beradi. Va bu o'zini o'zi avtomatik tarzda o'chiradi va yong'in o'ta kuchayib ketadigan holatida o'zini ichida penkasi ham bor. Ya'ni xavfsiz desa ham bo'ladi o'chirishga. Qizib ketgan holatda bu kulleri sovutib turadi. Bu оборудованияni. Buni ichida to'liq 100 kilovat litiy jelezofosfatli akkumulyatori bor. Mana shu shitni ichida. Bu yong'inga shu darajada qulay qilib ishlanganki, ya'ni shitini buni qobig'i ichki tomonida yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa, tashqari tomonga o'tmaydi. Ya'ni tashqari tomonda yong'in sodir bo'lsa, ichkari tarafga o'tmaydi. Har tomonlama puxta ishlangan va bunaqangi invertoridan ikkita 50 kilovatli invertor bo'ladi, 100 kilovat gibrid invertor komplekt holatda. Yana bitta narsaki, ichkari tarafida bu kullar ham ish bermasdan, bu penkalar ham ish bermasdan yong'inni o'chirish xavfi juda ham cho'zilib ketadigan bo'lsa, mana pojarniyni shlangga tushadigan joyi bor. Mana shu joydan shunday shlangga ulansa, ichini suvga bo'ktirib o'chiradi. Aytgancha, yana bitta ma'lumot, bu qurilmaga 10 yil garantiya beriladi. Zavod tomonidan ofitsialniy 10 yil garantiya beriladi. Qurilmamizni eng qizig'i narxiga keladigan bo'lsak, bu invertorsiz holati bugungi kunda $18,000. Bu Solix Power'da O'zbekistondagi distribyutori Rahmatjon akaning nomerlarini qoldiramiz. Bemalol to'liq batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin.